$300. Hayda xudo bo'lmesin, haydaysan. Bo'ylaringdan aylanaysanlarni. Kelasan. Voy voy voy. Voh! Halol. Bosdimi, nima bo'ldi? Sherali polvonga bir qarsak bo'lsin. Ziyo polvon. O'tiring kelin. Botir polvon. Botirjon, Sherali yon boshdan keling. Ponkajon bormi? Keling Ponka jonim. kelyapti mana. Ha, bo'ylaringni aylanaysanlar. O'tiring. Kel. Jo'ra bormi? Qani jo'ra? Farzini chaqiring, farzini. Nishon farzini chaqiring. Nishon farzi kelganmi, kelsin bu yoq. Jo'ra polvon chiqib keldi. O'tir jo'rajon. Qani bizani yigitlar? Botirali kel ukajon saqqa. Ko'zim tushdi senga. Ab. Sher Muhammad polvonni ham chaqiryapti. O'tdi, Botirali, o'tir baq, tez kel. Mana Botirali polvon ham chiqib keldi. Xorazm. Bir yo'qlik bo'lsin. Nima qilamiz Sherali polvon? Rozimisan? To'lashaman. Jalol polvon ham chiqib To'lasaylik, kelyapti. bir soat kurashning ko'ryapsiz ayla olayotganman, aka. Xalq ko'ring. Xorazm Jalol bu. Bir qarsak salinglar. 1000 kilometrdan kelyapti. Bunisi G'uzor Mil Jalol bunisi. Sher Muhammad qani? Mana Sher Muhammad polvon chiqib kelyapti davraga. Kurash to'xta 5 minut. Sher Muhammadjon, dardingga kuyaysani o'tir baqa. Ziyojon, baqa o'tir. O'tir. Jalol Xorazm, o'tir o'sha ozgina Sajikajon. O'tir. O'tir. Hurmatli polvonlar, kurash to'xtating 5 minut. Mana Qashqadaryo polvonlari. Bir qarsak bo'lsa shu yigitlar. 83lar. Choy berib, to'y qilib taq topolmaysizlar bular. Sherali polvon o'zimizning afsonamiz. 2 marta, 3 marta jahon chempioni. Birinchi prezidentimizni ham sovrinni olgan, ikkinchi prezidentini ham sovrinni olgan. Imomali Rahmonni ham o'sha kuni borib solib, borib to'g'rilab sovrinni olgan yigit. Bir qarsak bo'lsin yigitga. Sheralijon, Hojijon beraka. Endi biz ham bitta narsa. Bizning haqqimiz yo'q Sheralidan boshqa birinchi topda hech kimni olishtirishga. Bundan o'tib keta olmaymiz. Sheralijon birinchi topda Sheralijon'ni qo'yamiz deyapti. Bo'ladimi? Bir qarsak bo'lsin. Jaloljon, Sher Muhammadjon, Ziyojon, bo'ylaringdan sallani. Qaysing bilan bo'lsa ham olishadi. Mehmonsizlar, hurmat qilib aytamiz, uchalang xohlaganing bilan olishadi. Otangga rahmat kelayim. Jaloljon, senga ham rahmat. Ziyojon, senga ham rahmat. Sher Muhammadjon, dardingga darmonim o'zim.
Otangga rahmat seni ham. Hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Mana Sheralijon, kelasan, zotni zo'rini bosamiz. Xalq kimni qo'yamiz? Endi bitta narsa. Ziyomi? Ziyojon, dardingga o'laysan, kelasan bu yerga. Bir qarsak bu tushingga. Kelasan ukajon. Mayli. Kebekka yaqinroq kelishgan. Ukajon, seni shunday bo'lishingga, hojini shunday bo'lishi mana shu xalqimiz sababchi. Xalq yaxshi ko'radi seni. Hozir men bunga boshqani qo'yamansam, xalq sanilsa men xalqdan o'tib ishlama qila olmayman. Shuning uchun birinchi to'q Sherali polvon talab qildi. Ziyo polvon. Bo'ladimi? Kurashmagan endi men ham bilaman, lekin xalq talab qilyapti-da. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Xorazm Jaloljon, Bekakejon. Kejon. Ke oldimga ke? Uka, sende farzandni onalar kam tug'adi. Ke. Qani meni o'g'lim senga o'xshasin. Ke. Aka o'tir. Mana kerak o'tir. Yo'q, qo'ymasang ke o'tir. O'tiring kerak. Blogerlar, sizlardan jon iltimos. Aylanib turinglar, bo'lmasa tovoqqa bir-birlaringizga bosaman sizlarni hammalaringizni. Videochilar, aylanib turinglar. Aka, turing o'rningizdan. Aka, jon aka, turing. Turib turinglar. Ziyojon, bu yoqqa. Xalq, nima qilamiz? Gap eshtinglar. Birinchi to'g'ri biza Sherali polvonga beramiz. Shu joyga turadi, qaysi chiqsa olishtiramiz. Bo'ladimi? Tovoq olib keling bu yoqqa. Mana birinchi tovoqni zoti. Hali aytmaymiz. Mana tayyorladik. Mana Hojijon, oling tovoqni. Bir qarsak bo'lsin. Qaysi bo'lsa ham olishtiramiz. Farqi yo'q. Birinchi tovoqni hal qilamiz, keyin ikkinchi tovoqni qo'yamiz. Eksik bilsang olishadi. Allomalarımızdan biri. Birinchi tovoq Sherali jo'rayaptiki, polvon, kiyinib keling bo'ldi sizga. Tanlab qo'yamiz. Bek. Mana. Xorazm Jaloljon. Xorazm Jaloljon, ke jonim bu yerda. Bo'ladimi? Bu tovoq emas bu. Hozir bir-biriga uraylik, keyin to'g'rilaymiz. Zot top kerakmi? Kerak. Jo'rajon. Yozing. Jo'ra polvon o'ng qo'limdagi yigit. Kasbi qamashidan Jo'ra polvon.
Jalol Polvon Xorazmdan chap qo'limdagi yigit. Surxondaryo, Qashqadaryo kelib, Xorazmni orini olib yurgan yigit bo'ladi, chap qo'limdagi yigit. Ali Polvondan 1 million bir qo'chqor ekan. Ali Polvon mana oldimga keling. Bu keling bitta. Bitta keling. Og'ayni siz ham olishgansiz, yurt kezgansiz. Menga unda bilasizki, biz endi aka-ukamiz, bosaveramiz bir-birimizga. Davrodan bir sarka Ali Polvondan 2 million so'm puli bor. Shunday qilsam rozi bo'lasizlarmi? Faqat militsiyadan pulni olyapti bu. Hayda xudo qo'yarsan. Bir qo'chqor, bir sarka 2 million so'm puli bor. Ukamda bu. Ko'nglimizga sig'adi aytamiz. Ziyojon o'tirib baqqa. Aka. Jo'ran aka. O'tir. Ziyojon, o'tir baqajon. O'tir. Mehmonsan. Mana senga Qashqadaryoning polvonlari. Bizning talabimiz yo'q Botir bilan olishasan, yo'q Ponka bilan olishasan. Keling bitta. Mehmonlik uchun senga ikkita odamni qo'yamiz. Keling. Kel jonim, Ponkaga yaqinroq kel. Mana Botir Qamashidan, Ponka Huzordan. Mana jonim ikkalasidan xohlaganingni tanla. Bir qasra bo'lsin ikkalasi. Keling. Botir Polvon bilan Ziyo Polvon. Sher Muhammadjon, dardingga kuyasan, kel baqa. O'tiring. Keling jonim baqa. Mayli, biz qo'yamiz deymiz. O'zbekistonni kurashayotgan yigitlarnicha, to'ychi yigitlarnicha birinchi o'ringa sen turasan uka. Libojaga aytaman bu gapni. Sen to'ychi yigitsan. Bir qanday bo'lsa yigitga Sher Muhammad bilan Ponka olishadi deganlar bir qanday so'zlar. Olis zot emas bu, tovoq emas bu. Hol tovoqning banalari bu. Bering menga. Sen 5 kun klasterda ishlaydigan Botir bormi? Sen kel uka menga qo'lingni ko'tarma. Kel yoqqa. Sila qilibsizlar men. Kesin. Botir. Yozing. Sher Muhammad chap qo'limdagi yigit. Bir qancha chalayli shu yigitga. O'zimizni Ponkamizga ham bir qancha chalaylar. O'lchay Farhod akan nomidan bitta 32 lik televizor bilan Xolos Cho'pondan bir sarka. Davradan bir sarka. Sport maktabidan 1 million. Botirdan 100 dollar. 86 ladan 500 ming. Sheqabir aka o'tiribdi, rektor bo'lamadim. Rektorning nomidan 100 dollar. Hayda xudo qo'ymaysa deysan. Adashmasam bir sarka, bir televizor 5 millionmi, 2 sarka 6 million bo'lib ketdi. Ola tovoq yo'q. Faqat bitta shirali tovoq qo'yildi. To'xtat kurashdi. Kebaqa kerak.
Otabekjon kel bir. Yarim soat bo'ldi kelayni olishtirganimiz. Yarim soat. Bo'ldi ka. 5 qo'ydi bu. Qo'lidan boqaram bu, qo'lidan. Bo'ldi Otabek, san tomondan boraylik. Qani Sherbek tira. Akmal polvon bilan Otabek polvon kurashyapti hali endi. Yozing. Sherbek Koson Surxondaryo Siqlob. Bir sarka 1 million pul qo'ygan. Haydaysan. Kel baqa. Kel. Keyin boshliq kelishadi. To'raboyev, Akmaljon 1 ming to'xtab tur keling, To'raboyev. Polvonlar. Katta polvonlar taniqli bu gap. Xalq berganini olasan. Sizlardan bular qarz emas, zot berishga. Shular rozi bo'lib beradi, berganini olasizlar, ko'nasizlar. Rozimisizlar? Shunday qilamiz. Ali palvondan 2 million 1 qo'chqor 1 sarkasi bor. Keling. Jo'ra palvon, yozing. Jo'ra palvon, Qashqadaryo, Jalol palvon, Xorazm. 1 qo'chqor 1 sarka 2 million so'm puli bor. Haydaysan jonim. Kelaqa. Baka olsizlar. Rozimisiz? Rozimisiz? Bo'ladi. Olishasiz. Olishasiz. Ziyo, kel bosing. Keling. Yozing. Otabek aka yozing. Botir polvon. Qashqadaryoni ori bu yigit. Polvon ko'p. Bu yigitda aqli polvon. Ziyo polvon. Surxondaryodan bo'ylaringdan aylanaysan. Hurmat qilib kelganing uchun otangga rahmat. Bir qo'chqor 82-83 nomidan bir ho'kizi bor. Ikkinchi, 3-chi maktab 91lardan $100. Bir ho'kizi bor, ustiga $100 puli bor. Rozimisiz? Haydaysiz jonim. Chorva qani? Keling baqa. Hozir. Faqat Botirjon kel jon baqa. 88 Bekzodning nomidan 200 ming so'm. 100 mingni o'ziga qaytarib bering. Yo'jon kel baqa. Hozir to'g'rilaymiz. Kel. Kel. Chorpolon baqa Botirjon. Yo'jon rozimisiz? Rozimisiz? Olishtirasiz. Ikkalasi ham katta polvon bular. Botir polvon, Ziyo polvon. Bir ho'kiz $100, 200 ming so'mga kurashyapti. Blogerlar aylantiringlar. Blogerlar iltimoslar aylanib o'tiringlar. Aylanib bir chetdan bitta, verdan bitta. Ya aka. Bir qo'chqor, bir sarka 5 ming, bir qo'chqorni menga beradi. Yozing.
Sherzod polvon 82 kilodan. Nodir polvon 83 kilodan. Bir qo'chqor, bir sariqa 500 ming so'm. Ya peshir, bular buncha pulni olgandan keyin to'yxonada turmay qoladi. Haydi. Keling bak. O'rtaga olishasan. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Olishasan. Nomadi jo'ra. Telefon. Javob, Otabek chaqiryapti. Keling. Keling. Top qo'limdagi yigit Otabek To'raboyev. O'ng qo'limdagi yigit Botirali polvon. Bobur akamdan $100, Sanjar raisdan $100, $200. Hayda xudo bolim besaydesa. Selamjon, mana shu yerga qaraysan. Kel aka. Beqa kel. Kel. Otabek To'raboyev. Bo'ldi, sizlar nima berishni qilamiz. Bo'ldi aka. Mana shu gap kerakmi? Kel. O'tiramiz bilan. Serobdan kel. Olishasan. Halol. Bostimi, nima bo'ldi? Gap tekshir aka, bitta narsa. Gap tekshir, hech kim gapirmasin. Aha. Halol bo'lishi. Gap yo'q. Xudodan qo'rqish kerak. Halol bo'lishi. Gap yo'q aka o'lga ham. Ziyo polvonni ham tabriklaymiz. Kuchgakka 20-chi katta kurash Halol bo'ladi. bosdi. Boraverasizlar. Ziyo polvon bosdi. Ziyo polvon yo'q. Bir qancha bo'lsa shu yigitga. Xo'p, Sher Muhammad polvon chiqib keldi. Raqib 1 minut. Ziyojon 1 minut bek o'tir. Hozir. Kel. Qarang, o! Serobjon, yaxshi, bir qancha bo'lsa shu yigitga. O'tiradi. Bitta narsa uka. Buni men talab qilmayman sendan. Yo, meni senga ikkalamiz hech qanday bir-birimizga gina gidrasimiz yo'q. Sheral polvon aytibdi. Botir bizani orimiz, ukamiz. Botirni orini olaman, meni kurashtiring Ziyo bilan deyapti. Bo'ladimi? Bir qancha bo'lsa ikkalasi ya. Ikkita tog'ni bitta qilib bosamiz. Jonga tegsa.
Qarsaydi bosinglar. Bular it tarafgacha olsa ham bir-birini bosa olmaydi bular. Keling. 217 trekker mashinani olinglar. Hozir. Yozing. Xalq aytibdi, Bobur aka bek kerak. Bobur akamizga bir og'iz so'z beramiz. Hoji buvamizning o'g'li qayerga borsa kurashni Hoji buvamiz boshlab beradilar. Arvohlari obod bo'lsin. O'g'illaridan bir chiroyli tilak bildiraman. Sherali bilan Ziya, O'zbekistonning zo'rlari kelgan Otabekjon. Ikkalasi bitta tilayim bor deyaptilar. Mana aka. Haqiqatan ham Ziyo polvon katta rahmat sizga. Tog' oshib, mana shu nishon eliga kelib tomosha ko'rsatyapti. Hammani ham o'g'li Ziyo polvon bo'lsin. Ziyoni ham uyiga yaxshi kunga, Ziyo polvonning uyiga yaxshi kunlarga to'ylarga boraylik. Sherali polvon viloyatimizda, O'zbekistonimizda ora 40 yoshga kirib mana birinchi tovoqda olib shu bir necha karra jahon chempioni bo'lgan. Ikkalariga bitta qarsak, bitta duo. Xalqdan ikkalasi birinchi tovoqqa yaxshi kunlariga borish hammamizga nasib qilsin. Amin. Allohu akbar ikkovlariniki. Qo'taylang polvon. Birinchi tovoq. Ikkinchi, uchinchi maktabda yigitlaridan 93-94 yillardan bir tuya. Ibodulla Hoji buvadan $100. Bozorim Sobirdan $100. Sizdan $50, Zafar akamdan $50. Bir tuya $300. Hayda xudoq bo'lmaysan, haydaysan. Bo'ylaringdan aylanaysanlarni. Kelasan. Polvon, Qashqadaryo, Ziyo polvon, Surxondaryo. Hayda do'lab haydaysan, hayda xudoq bo'lmaysan. Bosh tovoqqa Mana Surxondaryo Ziyo polvon bilan Sherali Jo'rayev kurashyapti. keling. 1 minut. Otabek To'raboyev, Botirali. To'xta 5 minut damo. Birinchi tovoqda 10 minut ko'raylik. 10 minut ko'raylik. Otabekjon, aylanaysandan 5 minutga jonim. Botirjon, Anvarjon, Alijon 5 minut. Jo'ra polvon olishadi. Sherali polvon bilan Jo'ra polvon tomosha qilamiz. O'tiraman. O'tirasan. Bundan boshqa tortinlar bo'ladi. Uzoqlashib. Berga Ziyojon. Hojijon sherga. Rustam aka. Ve buradagi mana Otabekning bana bakın artık ikkalasi mahallesiz.
Yoksa olsin. Rustam aka, bunda kamerasi bor. Sen ham shu zamon deydi. Bor, mana shunchalarni bittada. Pongajon, kel. Jangriyev, keling. Olishtiramizmi ikkalasini? Bo'ldi. Olishadi. Shu kun Qashqadaryo, Surxondaryo yigitlari hammasi shedrilik qildi. Aka, bosing, olishamiz deb bo'yi bilandir. Mana olishoq. Yozing. Qani bilan cheki? Qashqadaryo, Ponga, Surxondaryo, Shermuhammad. Bo'ldi. Buni bu ham turk kuchtirish. Bu ham. Endi zo'r polvonlar, zo'r deb zo'r narsani bosish kerak. 82-83 lardan bitta oti bor. Tojiddin Hojibuvadan $100. Qurban Hojibuvadan $100. Ulug'bekni, Otabekni otasi Hojibuvadan ham $100. Hayda jonim, haydaysan, kam bo'lmadi endi. Kelasan bak. Bir ot $300. Mana sherga olishasan jonim. Bo'ldi, to'xtab turing. To'x, mana sherga. Bular qaraydi. Sherali aka. Keling akajonim, bir minut qo'ymaydi, to'xtab turing. Keling. Xo'p, sho'rintirib ikkilasini ham olaveramiz. Jangriyevjon. Akajon. O'zbekistonga hamma todingni siladi. Qaqa borsa Shermuhammad, qaqa borsa Ponga. Shuning uchun hurmatlaringizni bilib olishinglar. Bu xalqning duosi ko'p narsani teshadi. Rozimisiz? Sherali aka bakol. Haydaysiz. Yozing. Bulan cheki qani? Zafar Traderchidan bir qo'shqor. Zafar Hojiboydan 500 ming so'm. Haydaysiz. Keling bakka kelaysiz. Siz ham keling. Kel. Mirjalol, mana bakollar. So'raysan, olishasan. Abi, dudor odam gaplar. Abi, dudor odam gaplar, dudor odam. Yo'q, ovozing yozilmas deb. Aktamdan kel. Qarovon kel. Ana bilan cheki. Zafar aka. Qaramon bilan aktam. Tushib ketdi. Sanjar raisdan bir qo'chqor, davradan 1 million so'm puli bor. Haydaysan. Erol aka keling bak akajon. Ozgina yordam bering. Kel. Voy. Rozi bo'lasan bergan narsasiga. Otangga rahmat, O'zbekistonni zo'r sherga oldi.
Blogerlarimizga ham rahmat, otasiga rahmat so'rang. Hamma joydan kelib, hamma joyga yordam beryapti kurashimizga. Birinchi avgust demang. Qo'yib. Bekzoddan 1-avgustda 200 ming mehmon keldi bu. Rahmat. Ziyojon, chiq bu yoqqa Ziyojon. Şimdi kalb tushib qopti. Tekomi? Damazmi? Xayrijon. O'zing chaqirasan da mana. Birinchi tovoqqa Xayri moshin turishdan 600 ming so'm mehmon keldi siz bor. Mek. Kesa.
Nishonli yigitlar ekan bular. Sadulla polvon chap qo'limdagi yigit. Alisher polvon o'ng qo'limdagi yigit. 650 ming qo'ymaymiz, 500 ming so'm. 650 ming qo'ysa choyxonada itirib qo'yadi. Yo itirib qo'yadi bu pulni. Haydaysiz. 650 ming so'm kelasiga. Bir kaptiv olsin. Bosh tovuqlarini birab qo'yaylik. Ziyo polvon ham, Sherali polvon. Norka bu. Bitta polvonlar, bitta tilak bildiring. Endi bilasizki, men o'tkazgan davra siz o'tmaydi. Bitta chiroyli so'z. Bir qarsak bo'lsin Norka Jalilovga. Qayerga bo'lsa ham meni shogirdim Otabek deydi, men hurmat qilaman bu kishini. Ming bor uzr. Eski Nishonning kurash maktabining asoschisi Jobir ustoz Yozdonov hali kurash uchun, kurash hayoti uchun 1000 yil xizmat qiladi. Bir qarsak chalib qo'yinglar Jobir Yozdonday ulug' inson haqida. Keyin aytilgan tilaklar hammasi aytilib bo'lgan, faqat meni iltimosim Sobir aka shu stadionda bir chizillatib kelayotgan yilgi kurashgacha bir ojiraga gitdaylangizlar, juda ham nur ustiga ala nur bo'ladi. Eshon nima deydi? Eski Nishon xalqi kurashni yaxshi ko'radigan xalq. Hammalaringga ming rahmat. Mana shu yillikni o'tkazayotgan yigitlar, sizlar juda to'g'ri yo'ldasizlar. Yoshlarimizni sportga qilayotgan homiyliklaring bu millatimizning salomatligiga xizmat qiladi. Mingga kiringlar, kam bo'lmanglar, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Muborak bo'lsin, kurash davomli bo'lsin. Chiroqchilik Sherdor polvonni bir olishtirib bering shogird. Rahmat. Bir qarsak bo'lsin akamizga. Aka, uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi. Rozimiz. Qani Sherdor polvon. Sherdor polvon chiroqchilar. Kesib. Ketadi. Hozir. Totaplar oldi deyman. Biroz gapirdi bu kishi. Ket. Yozing. Ko'kdaladan Sherdor polvon. O'ng qo'limdagi yigit. Surxondaryodan Suhrob polvon, chap qo'limdagi yigit. 500 ming so'm pul foydasi. Hayda xudo qo'ymaysin. Men o'zim qarayman shu yerga o'rtasa. Donka yo'q. Yerdan qarab o'tirib qoldi. Hali tamom bo'ldingmi? Mana shu. Qo'yirib qo'y. Ellardan qo'yirib qo'y, otangga rahmat, qo'yirib qo'y. Yoshlarimiz, farzandimiz, kelajagimiz bular. Bir qarsak bo'lsin shu yigitga. Halol, halol. Halol. Olishasan. Qo'yirib Sher Muhammadjon, qo'yirib. O Nishon xalqiga rahmat. Birontasi turmayapti undan. Polvonlarni ko'raman deb, polvonlar tomosha beringlar, tomosha.
Xorazm Ruslan kel. Elbek bilan kel. Kel shaq qolishtirib. Maşaga. Şuradaki qaraysiz kelasizlar. Xorazm Koson. Olishasan. 1 million so'm kelasan. Sherdor parasi qani Surxondaryo? Yaxshi kurashyapti ikkita polvonimiz ham. Beshkendan Bunyod polvon chap qo'limdagi yigit. Qamashdan Faxriddin polvon o'ng qo'limdagi yigit. Ikkalasiga bir sarkasi bor, haydaysan. Xo'shmurod deyotgan yigit Damazdolga borsin ekan. 390 bir Damazdolga. Sog' deyapti, Serop polvon. Hey yasha. Qo'yirib. Qo'yirib. Bo'ldi, polvon, bo'ldi. Voy. Bir qarsak bo'lsin Xo'jiya.
Qo'yilib Sher Muhammadjon, qo'yilib. Ey otangga rahmat kelaylik. Ikkalasi ham zo'r olishdi. Norozi bo'lsa, olishtirmaymiz. Keyin keling. Kel. Otabekjon, keyin keljon. Botiraljon, Otabekjon, keyin keljon. Kel. Abdurahmon uyga ketdi. Qanday yo'q otasan shu odamlarning ichidan? Abdurahmon deyotgan baland toberinglar. Otabekjon, ber. Otangga rahmat. Kel. Botirali bilan Otabekni ajratamiz. Rozimisizlar? Zo'r olishdi kelasi. Bering. Rahmat keling. Barakat topinglar. Olib kel. Alijon, kel jonim. Alijon, kel. Qarang. Qo'yripa. O, qo'yripa. Mirjalolov. Bakovul bu nima bo'ldi? Olishadi. O'shardagi xalq nima bo'ldi? Otangga rahmat. Mirjalol, haydaysan jonim. Qo'yrim Ziyojon. Rahmat. Zo'r qo'l qoldi. Chorakka 2 xil olishadi ikkalasi, keyin olib kelasiz men oldimga. Ruslan bilan Elbek. Bo'ladi. Ikkovim yaxshi belboqqa kurashamiz. Necha bordaki? Nimaga yiqitkincha? Mayli, bos. Senga bo'lmaydi. Ey barakat olsun. Hoş. Bir qarsay bo'lsana. Nima bo'ldi? Olishasizlar. Sher Muhammad bilan Ponka. Adashmasam necha? Otangga rahmat keling. Kel, baqa kel. Sher Muhammad, Ponka baqa kel. 1 minut keling. Baqa kelgin. Ey! Xalq! Ikkalasi bitta qarsaychalikni ikkalasi topdi aka. Shuncha to'yga olishdi. Necha olishamiz? Ustozlardan iltimos, boshqa to'yga bizani olishtirmaylar. Kimga qo'ysanglar qo'yaveringlar deyapti. Bo'ladimi? Haydaysan. Otangga rahmat keling. Bir qarsaychalikni ikkalasi. Eson-omon boringlar ukajonlar. Zo'r kurashdi ikkalasi ham. Endi faqat birinchi tovoqni hal qilamiz. Hala olish tugamadi. Tugamadi hali o'tirib. Birinchi to'g'da quchoqlashtiramiz. Cho'g'iladi, Bu yillab mehnat qilib pul topgan. Quchoqlashadi bular. Ilojimiz yo'q bizani.
Keling. Eshiting. Eshitib oxirigacha ko'rib keting. Sherali aytibdi, aka. Mehmon, quchoqlashamiz deb aytdi aka. Hurmat qilib chiqdim. Sheralijon ko'ndi aka mayli. Roziman. Mehmon deyapti. Nima qilamiz? Ikkalasini ham rozi qilamiz. Rozi bo'lasizlar. Eson-omon keldinglar, eson-omon yetib boringlar. Hoji bu, ey ketma holi. Hoji bu odam bir do'p ket. Mana hammaga katta rahmat. Mana shu 82-83 bolalarimizni umri uzoq bo'lsin. Topgani mana shu to'ylarga nasib ro'zi qilsin. Uzoq yaqindan kelgan polvonlarga hamma vaqt nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetaversin. Ilohi amin. Hammani mana shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Hamma uyiga sog'-omon yetib borsin. Yo'llarda hushyor bo'linglar. Hammamizni yaxshi kunlarni ko'rish nasib bo'lsin. Allohu akbar. Eson-omon boringlar. Rahmat hammalaringizga. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun mana kurashimiz yakunlandi. Natijalar ko'rdilaringiz. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yishdi hamda bittadan like bosib qo'yishni unutmaysiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.